Shayxontohur tumani Ipakchi mahallada 3 xona 4 xona qilingan kvartiramizni 85 ming dollarga sotilyapti. Kvartiramiz birinchi qavatda joylashgan. Narxlari qanaqa? Kommentga yozib qoldirib ketinglar. Bu uyimizni birinchi xonasi, ya'ni kattagina mehmonxona bo'ladi. Xo'p, bu tomonda bir boshidan tushuntirib beraman. Asosiy kirish eshigimizda prixoshka mebellari o'rnatilgan va bu tomonimizda ikkinchi xonasi, kattalar uchun yotoqxona. Bu yotoqxonamiz orqali uyimizni orqa tomondagi balkoniga ham o'tsak bo'ladi. Va bu tomonimizda bizda oilaviy bitta choy ichib o'tirish uchun xona, bu xonamizdan uyimizni oshxonasiga ham o'tib ketsak bo'ladi. Oxirgi 4-chi xonamiz, bu xonamizni ham yotoqxona qilib foydalaniladi. Xo'p, oshxonasi orqa tomondagi yana bitta ikkinchi balkonimizga ko'chirib qo'yilgan. Bu yoqda bo'lsa hojatxona hamda yuvinish xonalari alohida qilingan. Uyimizni umumiy maydoniga keladigan bo'lsak, 84 kvadrat 2 qavatli domimizni birinchi qavatida joylashgan. Egalarning nomerini pastga yozib qoldiramiz, telefon qilib bemalol baraka qilsanglar bo'ladi.